Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum mening aziz qiroldosh do'stlarim. Qarshaka men keldim Qora dengizga. Mavjlanib uradi bugun shamollar, ko'ksini tilganda hijronlar to'lib, mening yuragimni olib ketmoqda Qora dengiz to'lqini, Qora dengiz to'lqini. Mayliga armonlar sochilsin bugun, hijronlar ko'ksimni tilsinlar tilib, mayliga jonimni olsinlar faqat dengiz shovqinlari yurakka to'lib. Mana Qarshaga keldim Qora dengizga. Mana xizmat qilgan joylaringizga. Mana Qarshaga chiroyli buni aytyapman, chiroyli singillar kelgan, chiroyli shogirdlar kelgan. Mana bugun Qora dengiz. Farda polvon. Mana Qora dengizdaman men bugun. Hoji aka, endi hoji deymizda, namoz hoji. Mana Qora dengiz bo'ylarida, mana shunday singillar bilan, mana shunday ijodkor ahli bilan, mana shunday chiroyli, mana shunday tomoshalar qilyapmiz. Ozgina yomg'ir bo'lib turibdi. Bo'lmasa, Qarshaga aytgandek Qora dengizga oyog'imni solib mazza qilib yurishim kerak edi. Yana bir marta tabriklayman do'stlarim, mana Qora dengizga keldik. Nargiz singlim, Nargiz Qora dengizdaman. Qarang, kemalarining shig'illashini qarang. Hamma tomonda kema shovqini, hamma tomonda endi kattaroq qilishga harakat qilaman. Qarshaga mana chiqqan katerlar. Mana katerlar. Mana bizning singillar, mana bizning jamoa. Mana Qora dengiz katerlar. Yaqinlashtirib olishga harakat qilyapman. Mana. Qarshaga o'sha yoshligingizni, o'sha harbiy xizmatdagi joylaringiz mana Qarshaga. Mana Qora dengiz. Faqat yomg'ir bo'lganicha delfinlar chiqmayapti, bo'lmasa delfinlarni ham sizga ko'rsataman dedim.